Assalomu alaykum, to'rdagi barliq roman anglag'uchi do'stlar. Biz aktiv faoliyatchimiz Xalmurat Uyg'ur Elsoy yozgan Opamni izlab degan kitobni o'qishni davomlashtiryapmiz. Oldingi qismda Xalmuratning finlandiyalik bir so'lchil suhbatdoshi bilan din va dunyoqarashlar haqida munozir qilayotgan yerlarni o'qib o'tgan edik. Endi davomini o'qiymiz. Finlandiyaliklarning chiroyi, irqi, dini birdek bo'lmasligi mumkin. Ammo hammamiz finlandiyalik. Hammamiz mush davlat yashaymiz. Hammamiz mush davlatning aholisi. Bu davlat biz bo'lmasak davlat bo'lmaydi. Hech kimni chetga qiqishqa, hech kimni yotlar kategoriyasiga ittirishga bo'lmaydi. Bizning o'xshmasligimiz, bizning rangdorligimiz, bizning boyligimiz va bizning kuchimiz deb so'lchi siyosatchilardek javob berdi. Uning gaplari menga yaqini bilan Finlandiyadagi o'ngchi millatchilar bilanmi ko'p uchrashgan. Men finlandiyalik deganimda, "Yo'q, sen degan chettallik" deb meni rad qilgan oq eriqchilar bilanmi takalishib baqqanligim uchun uning qarashining umumiylikqa erishgan bir qarash emasligini biletdim. Ha, shunglashqa o'ngchi millatchi partiyalar saylamni tutayotgan o'xshaydi. Sen bütün dünyani Finlandiyalik deydigan bir imperialistik bir ideyaga ishnikansan-da, deb uningga chaqchaq qildim. Uning gaplari menga yoqatdi. Uning ideyasi menga ko'p ta'sir qilgan edi. Ammo uning Allohning mavjudligini e'tirof qilmasligi meni teriktirib qo'yatdi. Shunga uning bilan aytishib, sen maymun vaqtingda balkim taklimakan dengiz soyili bo'lgan vaqtlar bo'lsa kerak. Shu chaqlarda sen cho'qim Tangri deg'da yashagan maymunlarning avlodi bo'lishing mumkin, deb uni teriktirmoqchi bo'latdim. U uzun sochlarini orqaga qilib, ko'zoynagini ko'tarib qo'yib, "Sen meni maymun vaqtingda Uyg'ur demoqchimidding? Balkim. Ammo mening tuklarim seriq, haqchan turponning optipida sarg'ayib ketganlarning avlodi bo'lishi mumkin", deb chaqchaq qilib pochiqiga shaplaqlab qo'yatdi. Öz topidan ayrılıp yaşagan her qandaq odamda kimlik krizisi bo'ladi. Sizning Uyg'urlardan ayrılıp yaşamaslig'ingizni tavsiya qilaman, dedim Xristian Uyg'ur qizi bilan xo'shlashqicha. Öz topidan ayrilish, o'zining kimligi haqida o'ylanishga, öz topini texmo yaxshi tunishiga fursat yaratib bersimi, ammo öz topiga yot bo'lgan his tuyg'ular kishini azoblaydi. Yolg'izlik, tangirqishi kishilarni o'z kishilarini seg'indiratdi. Afsus, öz topi tarafidan e'tirof qilinmaslik, öz topidan yiroqlashishdek yomon xarakterlik aylanmani shakllantiradi. Uyg'ur o'zini Uyg'ur his qilgan odamlar bilan Uyg'ur. Siz mayli qaysi dinga e'tiqod qiling, o'zingizning Uyg'urligingizni unutmasligingiz u muhim. Biz birlikda bu millatning avlodi, bu millatning a'zosi. Hozir bu millat eng zulmatli kunlarga duchor bo'ldi. Bu bizga kelgan sinoq ham fursat. O'zimizning kimligiga yaxshi ta'bir berib, birlashishning nimaligini haqiqiy tunib yetganimizda, biz cho'qim bu sinoqlardan o'talaymiz, dedim uni ko'rgandan keyin yakunlagan tuyg'ularimni va tafakkurlarini uningga izhor qilg'ash. Men erkinlik karvoni deb bir faoliyat qilaymikin deb o'ylayapman. Finlandiyadan boshlab mashinada minib, har qaysi Yevropadagi davlatlarni aylanib namoyish qilg'ash, yo'lda mang'ash Uyg'urlarni tashviq qilsam, Uyg'ur qarindoshlar bilan uchrashsam, eng muhimi bu faoliyat jarayonida o'xshamagan davlatdagi Uyg'urlar bilan bir qitim o'zaro hamkorlashib, birlikda bir ish qilib, bir munosabat to'ri shakllanadi, dedim. Gollandiyalik bolalar tarafidan qurilgan WhatsApp topida ochilgan telefon yig'inida. Faoliyatning mazmuni, kun tartibi va maqsadi qatorliqlarni o'z ichiga olgan tafsiliy harakat planini ularga yo'llab berib, bu faoliyatning tafsiliy planlarini maslahatlashish bo'lsa, o'xshamagan muhitlarda yashab cho'ng bo'lgan, o'xshamagan ma'arif tarbiyasi olgan, o'xshamagan davlatlarda yashayotgan bizlarga fikr almashtirishga yaxshi sabab bo'ldi. Bu faoliyat jarayonida nurg'un faoliyatchan Uyg'urlar bilan tanishish fursatiga erishdim. Adash, tayyorliklar bitdi. Norvegiyadagi, Gollandiyadagi bolalar bilan deyishib bo'ldik. Sen kelganda qandoq kutib olamiz, qandoq faoliyatlarni qilamiz degandek maslahatlarni ayrimmi qilib bo'ldik,
dedi Shvetsiyada yashaydigan, keyin erkinlik karvoni bahonasida yig'ilishib, do'stlashib qolgan bir Uyg'ur yigit. Bu faoliyatning xuddi marjonlarni o'tkazadigan yipqa o'xshash Yevropadagi faoliyatchilarni bir yerga ilib keladigan bir sabab bo'lib qilishi tamasida va hayajonida faoliyatning boshlanishiga taqozo bo'lmoqda edim. Shu vaqtlarda faoliyat uchun ishlatmoqchi bo'lgan mashinam noma'lum kishilar tarafidan buzg'unchilikqa uchirdi. Aynaklari chiqib tashlandi. Xolmurod, erkinlik karvoniga chiqmasangiz qandoq bo'lar? Yo'lda yolg'iz nima ishlarga yo'liqsiz? 2 balamiz bor, ansirab qoldim, deb o'zining andisini bayon qildi ayolim. Mening ota-onam uchun ilib borgan faoliyatlarim uning va uning oilasiga besim bo'layotgan bo'lishi mumkin edi. Men o'zimnila emas, ayolimnimi, bolalarimnimi va uning oilasidagilarnimi xatarga ittirayotgandek qilatdim. Mashinaning to'rimizda ozroq masala bordek qiladi. Kompyuterda kashilchiqqa o'xshaydi. Mashinaning tormozi yaxshi ishlamayotidi. Kompyuterni almashtirishimiz lozim, dedi mexanik mashinaning aynaklarini o'ngshatqach, boshqa yerlarini tekshirgandan keyin diagnozni menga ma'lum qilib. Buni anglab ayolimga emas, menga qo'rqinish kirib qolgan edi. Bu yo'l oson yo'l emas. Bu yo'l hayot mamatlik yo'l, degan uchurni yo'lga edi bir koni faoliyatchi menga. G'ulja yo'li degan naqshini yo'lg'ach. Shundoq, bu yo'lda o'lim bor, bu yo'lda yig'a bor. Bu yo'l biz bosh tortib bo'lolmaydigan, bosh tortsak bir umr pushaymonda qoladigan yo'l edi. Shundoq g'oyaviy irodalarda o'zimga tasalli bergach, ayolimni qoyil qilishga tirishdim. To'g'risi, uni qoyil qilgach, o'zimni qoyil qilmoqda edim. Xolmurod ukam, yolg'iz mangdikansa qara, men senga mingishib beray, deb telefon qildi Shvetsiyadagi bir turponliq akamiz. Bu akamiz bilan ilgari tanishmaydim, ammo bu safarda uning bilan tanishdim. To'g'risi, o'zimning bir qo'rsoq bo'lmagan bir akasini tepib olgan bo'ldim. U men bilan bir onadan tug'ilmagan, bir otadan tug'ilmagan edi, ammo men bilan bir safarda har qanday ish bo'lsa birga bo'lishga iroda bog'lagan edi. Turponliq bo'lganligi uchun emas, balki Uyg'ur bo'lganligi uchun shunday qilgan edi. Erkinlik karvoni safari menga Uyg'urning qanday millat ekanligini yana bir qitim tunutdi. Uyg'ur bo'lganligimdan qayta faxrlandim. O'zimni turponliq jaqlaytdim, ammo 90da tug'ilgan edim. Boshlang'ichni 90da o'qigan edim. Hamdul buvamning Qarg'ujidan 90ga kelib o'rinlashganligi bilan 90lik bo'lib qolgan. Atam va 2 avlod 90da tug'ilgan edik. 90ning bo'ronliq kunlari yodimdan chiqmaydi. Men turgan mahallada yo'lning 2 yiqida qora yog'och deydigan bir xil daraxt o'satdi. Atiyozda yeshil chechaklaydi. Biz shu chechagini terib yeydik. Ajoyib tatiq tetdi. Hozir o'ylasam, qishicha yangyu, yisivilak, savza, chamg'ur, qurutgan jangdu, chilg'an saylardan olgan vitaminlar o'sayotgan badanimizga yetishmay ko'ksirab ketadiganmiz. Shunga atiyozda echilgan qor yog'ochning chechagini terib yeydigan odat shakllangan bo'lsa kerak. G'opurka, jangalga chiqqan. Qarsam qirvishida bedila ko'klab qoptikan, ter keldim. Bizning uyda bang'ish qilyotidi. Kirib yegach, parang suqib, o'ltirib baqamdiq, deb ishtindiki ullarni rangini uqili bo'lmaydigan bo'lib ketgan shapkasi bilan urib qiqib eshikning oldidagi simon supiga aplashtirib kesib olgan kigizning ustida o'ltirib muxurka o'rayotgan dadamning yeniga kelib o'ltiratdi Abdumit otam. U udul qo'shnimiz edi. Uning cho'ng o'g'li mening saboqdishim va bolalikdagi do'stim edi. Dadam muxurka xaltasi bilan tamaka o'rishqa kesib tayyor qilib olgan gazitni Abdumit otamga uzatqach. Avlimit, "Avu sho'rtanliqni qanday qildingizlar? Ichib bo'ldingizlarmi?" deb gap boshlaydi. "Voy, bilaklimi taskan desingza, sho'rni tatadiganға yiniga azgaltat qo'ygan. Shu boshla qo'ysam kari bir ishqa yarg'idak emas, qumush ter qo'ydim", deb muxurkisini o'rg'ash javob beradi. "Uy, Avlimit, tamoq pishdi",
deb vaqiraytdi Fatmaxon opam. Әмділа мұхыркісini tutashtirib o'ltirib, dunyoning parig'ini qilishga boshlagan Ablimit otamga. Dadam ikkisi tamakisini chekishib, bir-biri bilan deyishib olgandekla tangla qopib mingishadi. Hey, ne ketayotganda tushuganda, siz qilingmayada, deb vaqiraytdi anam derizdan bishin chiqirib. G'opurkan bedibangshisi yavasun, deb dadamning o'rnida javob beradi Ablimit otam. Qo'shlar orasidagi munosabat shundoq yaqin edi. Kimning uyida tamoq baldır tayyor bo'lsa, qursig'i ichib ketganlar shuning uyiga kirib, badashqon qurib o'ltirib yeyaveradi. Miyaga disla ketaverdi. Yapunan qilib qo'ysam, kim yeydi endi? deb qaqshab ketadi anam. Ammo tovoqni shundoqla assa, rizqi tushganlar paydo bo'lib qoladi. To'shqon go'shida yapunan qilibsizlarmi nima? Bo'lakchilar pura ketdi-ku. Qamarxonning qul tatliq, deb hassini so'rab kiradi Zaynabxon onam. Adamni qiyri ko'rsatdi deb tutmabdikanman qarang. Bilakchilar aptik narsikan bu, deb o'xshash gapni har qitim takrorlaydi. Hassini yog'och supining yiniga tiklab qo'yib, yumaloq ustalning yiniga kelib o'ltirg'ash. Kim tutibdi buni? Xoliq taqqa chiqib nima? deb so'zini davom qiladi. Avu baratlar qumushliqqa sirtma qo'q ekan-to'q. Bilakchilar jiq to'shqan tush ketdi. Bizga akab bergan, deb taxsiga yapunanni usqash javob beradi anam. Shu kunlar bak tez o'tib ketdi. Boshda Zaynab onam, keyin Ablimit otam tugab ketdi. Zaynab onam kasalchan bo'lib qolgan, ammo Ablimit otamning tugab ketishi qazo edi. U orqa hovlisiga barang silayotganda, barangdan yiqilib ketib tugab ketgan edi. Fatamxon opam qizlangash roki bilan tugab ketdi. Dadam rahmatlik balkim yurak qon tomir tiqilmasi bilan tugab ketgan bo'lsa kerak. Anamning qanday sabab bilan tugab ketganligini bilmayman. Anamga otamning jazo lageriga tutilishi og'ir kelib tugab ketgan bo'lishi mumkin deb gumon qilaman. Chunki otam jazo lageriga tutilib ketib, uzun qolmayla onam tugab ketgan edi. Yolg'iz o'g'ilning undaq bir kunlarga qilishini ko'rish albatta og'ir keladi. Opangni ko'gin kepti ha balam, deb meni etigida o'ltirg'izib beshimni silab ketadi anam. Markoning opisini izdishi degan kartonni ko'rib, uning bilan birga ko'z yoshi qilganligimni ko'rganida. YouTube'dan u filmning uyg'urchasini tepib oldim. Uni ko'rib, balaliqim yodimga keldi. Har kuni maktabdan kelib o'ltirib tamoq yegash ko'ratdik. Dadam rahmatlik va onam rahmatliklarning uyida turayotgan vaqtlarim edi. Otam bilan opam turpanda, men 90da edim. Yerga kigizni silib, yumaloq ustalning atrofida badashqon tugib o'ltirib, barangdan üzüm ilib kelib, bir chidak so'g'oq suga chilab muzatgan üzümni leganga silib ilib keladi Nevracham. U mendan 7 yosh cho'ng edi. Bir uyda cho'ng bo'lgan edik. Anam rahmatlik pidigan jangdolarda say qo'rib, arisiga qo'y meyi bilan piyoz olgan jangza qilib beradi. Bek o'xshaydi. Dadam rahmatlik bek amroq edi. Şunlaşqımı anam rahmetlik her günü digidek keşik tamakka şunda qılatdi. Tamakni yep bulup, ögziga chiqib kigizning ostiga bostırıp qo'ygan eski qor laylisi televizorni qo'yib, g'aribga sayohatni ko'rib yetib uxlaytdim. Kigizning ustiga ko'rib silib, ondan adyal yepinib yotatdiq. Tongga yaqin so'g'uq bo'ladi. Yotqan yepini olatdiq. Tong yormayla dadam rahmetlik meni chaqiratdi. Chiqib billa quduqdan suv ilib, hovlilarni supurib suv chachatdiq. Yerden chiqqan nam hidini bek yaxshi ko'ratdim. Tarxamak, piyoz, pomidorlarda so'g'uq say qilib, üzüm, nonlar bilan noshta qilatdiq. Onam qaymoqli qilib sutlik choy qilib beradi. Shuningga 90ning ninini chilab, yeb bo'lib, bo'xchamni esib maktabga mangatdim. Mahaldagi balalar do'qmishda bir-birini saqlashib bilim mangatdiq. Etizga mangan dehqonlarning harvilariga esilib olatdiq. Yoki orqasini agishib yugurib, birdamla berib qolatdiq. Ajab go'zal chog'lar edi. Hamma odam turpanchi gap qiladi. Hamma yerdan turpanning to'pisining hidi keladi. Shundoq yez hayotini yashab boqqanligim hayotimdagi eng qimmatlik aslimalar bo'lib qolgan ekan. "Ey, povashlar, bir yig'ilib boqmaymizmi?" deb so'radim turpanliklar to'pidagilarga. Vatanning aslimisi hamma odamga har xil bo'ladi ekan. Hamma odam o'zi cho'ng bo'lgan yerni avval vatanim deb eslaydi ekan.
Shu yurt söygüsü insanda o'pchi millat söygüsünün şekillenişinin tunji qadimi, oiladan halqıgan tunji suyushi bo'ladigan. İnsan shundaq bo'sishlardan o'zining kimligini izlaydi ekan, o'ziga o'zi qaror beradi ekan, chekinlardan halqib chiqish osonga to'xtamaydi ekan. Bo'libmi, hech nimasi kepillikka ega bo'lmagan to'plamlarda texmu shundaq bo'ladi ekan. Avu xotellik gotoza bizning turpanliq qizlarga chaqchaq qilib yuriydi deydi. Qana qilmiz? Deb bizdan maslahat so'rg'ili kelgan edi. Universitet vaqtimizda o'zi qo'g'lashayotgan qizni boshqa birningmi qo'g'lashganligidan bexatar his qila olmay, uning adibini berishga yurtvozlikni bahona qilgan bir turpanliq yigit. Odamlar to'pi doim ular va biz degan ayrishlar orqali o'zining manfaat hosilini aniqlashga va qo'g'dashga tirishadi ekan. Tug'ilgan yer, til, e'tiqod qatorliq keng umumlikqa ega nuqtalar doim kishilarning kategoriyalashishiga yoki guruhlashish, guruhlashishiga qulaylik omillar bo'ladi ekan. Shu nomlarni ko'rdigan holda kishilar bir yerlarga to'planadi ekan. O'z manfaatini qanoatlantirishga tirishadi ekan. Har qanday bir inson o'zi bilan o'rtoqlik bo'lgan yana biridan bexatarlik tuyg'usini osonroq his qiladi ekan. Shu bexatarlik tuyg'usi ularning bir yerga kelishiga eng asosiy sabab bo'ladi ekan. Qavmmi, yurtmi, millatmi, ulusmi, davlatmi shundoq birlashishlardan ro'yobga chiqadi ekan. Xotellik bo'lamdi, Qashqarlik bo'lamdi, hammasi Uyg'urg'u. Nimalar qilsa o'zining ishi deb uning gapiga raddiya berganligim mening hujum nishoniga aylanib qilishimga sabab bo'lgan edi. O'zlarga o'xshash chet ellik bilalda yurganki deb raddiya berdi. Hayron qildig'inim odamning o'xshamagan muhitdagi ortiqchiligi deb sanalgan omillari ba'zida nuqson, ba'zida kechirgisiz kamchilik bo'lib qoladi ekan. İttifoqlashishga daxl qilgan barliq omillar shundoq nuqson, kamchilik, hatto nomusliq ishlar bo'lib tushuniladi ekan, ham tushundiriladi ekan. Buning Uyg'urlarga xos emas, balki butun insonlikqa o'rtaq bir hodisa ekanligini keyincha boshqa millat kishilari bilan ko'p oralashish jarayonida his qildim. Shuningga munosabat kitoblarni o'qish orqali tushuncham cho'nqurlashdi. Harri, Uyg'urlarning o'rtaq vizioni nima? Deb so'radi mendan siyosat kasbida o'qigan bir do'stim. Mustaqil davlat qurish deb javob berdim. Uyg'urlarning buningdan boshqa vizionining, ya'ni tushunining nima ekanligini bilmaydim. Uyg'urlar shu vizion uchun qanchalik birlik keldi, qanchalik o'rtaq harakatda bo'ldi deb qaytirib so'radi mendan. Uning hech qanday baholash aralashmagan savoliga Uyg'urcha tafakkur bilan o'zimizni oqlash pozitsiyasida bo'lish uchun psixikalik qarshilikda bo'layotganligimni his qilgan do'stim. Uyg'urlarning millionlab lagerlarga solangandimi, birlikka kelolmasligi boshqa narsa emas. Hamma to'plamlarda shunday bo'lishi mumkin. Buning sababini aniqlashni tadqiqotchilar qo'yayli. Bir amaliy masala shu. Uyg'urlarda qarshilik bo'lishi kerak. Qarshilikning shakllanishi va ko'lam hosil qilishi uchun Uyg'urlarda bir vizion bo'lishi kerak. Ya'ni bir Uyg'ur tushi bo'lishi kerak. Uyg'urlarning sirtning yordamiga erishishi uchun bu Uyg'ur tushi keng doirada boshqalarni o'ziga torta oladigan bo'lishi kerak deb so'zini davom qildi. Yevropaliklarning shundoq tafakkurini yoqtiratdim. So'qoqqonlik, his tuyg'ulardan mustasno holda mantiqlik va aql bilan ilib berilgan realistik tafakkur shaklini qabul qilish va Uyg'urlar orasida kengaytirish ehtiyojini his qilmoqda edim. Uyg'urlarda oila hukmi bek kuchlik. Uyg'urlarning hozirgacha sukutda turishi, men o'zimni misol qilib tushuntirsam, oilamdagilarga texmo og'ir ishlarning kelishidan andisha qilishdan bo'lgan. Harakat qilsam Xitoyning oilamdagilardan o'ch ilishdan bak ansirgaydim. Oilamdagilar bilan xotirjam yashayolsam, ular bilan bir-birimizning holidan xabar ola olsak, ko'rishib tura olsak, do'stlarim bilan mungdisha olsam, ular bexatar bo'lsa, menga shu eng qimmatlik. Shularni texmo og'ir tahdidga silish men uchun mantiqliq emas. Shunglashqa sukutni tanlagaydim. Mencha Uyg'urlarning sukutni tanlashida shundaq sabablar asosliq deb o'ylayman deb javob qaytardim. Apamni lagerga tutib ketgandan keyin qilgan eng cho'ng ishlarimning biri kitob o'qish orqali kayfiyatimni tangshash bo'lgan edi.
Shu kitoblardan tushungan dunyo mening masalalarni analiz qilish shaklimda zo'r o'zgarish yasagan edi. Millat, davlat uqumlari insonlar tafakkurining mahsuli. Vatanparvarlik tuyg'usi ma'lum bir to'plumga bo'lgan sadoqat tuyg'usi edi. Bu sadoqat tuyg'usi shaxsiy manfaat bilan to'plum manfaati orasida o'rtoqlikdan shakllanadi va kuchlanadi. Bu xil moddiy cheklamalikdan halqish uchun insonlarda adabiyot, san'at, din va axloq vositalaridan foydalanib shakllantirilgan rivoyatlar, romantik tuyg'ular va qimmat qarashlari bo'ladi. Uyg'urlarning millat bo'lib shakllanishida keyingi shu nomlar Uyg'ur ziyolilarining toshlar orasidagi yuchuqlarda o'sib chiqqan chechaklardek mumkinchiliklardan to'liq foydalanish mahorati orqali yaratgan sharoitlar orqali shakllantirilgan va bu to'plum orasida tarqalgan edi. Militaristlar, Komintang va Xitoy kommunistlari rejimida bu millatning kimligiga aniqlik berish xizmati davom qilish orqali Təklimakandakı bostonliqlar kimligining o'rtaq bir yerga yig'ilib, Uyg'ur nomiga sadoqat bildirish, Uyg'urlikqa uyushish harakati Xitoyning zulmi orqali haqiqiy ma'nidan aminlashgan edi. Bu qarash Uyg'urlarning uzun tarixga ega bir milliy to'plumligini inkor qilmaydi. Chunki Uyg'urlar hozirgi Uyg'ur avtonom rayoni territoriyasida haqiqiy birlikni shakllantirib, o'zining bir millat, bir davlatlik o'rnini tiklab, zimin haqdori bo'lish huquqini yurgizishi uchun shundoq bir milliy tuyg'uning shakllanishi Uyg'urlarning eng muhim vizioni edi. Buning avam xalqqa tushuntirilgan eng yaxshi nusxasi biz oilamizni bayoshat, erkin va insonlar barobar bir muhitda yashashga erishtirish haqqiga ega. Bu haq hech kim tarafidan tortiqlanmaydi, taqdim qilinmaydi, balki yaratgan Alloh tarafidan bizga tug'ilishimizdan berilgan tug'ma huquqimiz deb tushuntirish edi. Oila uqumi millat, din, madaniyat va davlat chegarasidan halqagan uqum. Mencha Uyg'urlarning vizioni oila deb o'ylayman. Chunki bizning millatimizga bo'lgan sadoqatimiz oilamizdan keladi. Hamma harakatlarimiz oila cheklimizdan halqib ketolmaydi. Oilamiz sog' bo'lsa, billa sog' bo'ladi. Millat erkin yashayolsa oilamizda xotirjamlik bo'ladi. Shunga oilamizning bexatarligi uchun millatga bo'lgan sadoqat shakllanadi deb o'ylaganlarimni izhor qildim. Ammo bu qarshimning vatanparvarlik romantikasiga ko'ngan millatim uchun damolliqqa qabul qilishi tez bir qarashligini bilatdim. Bir narsalarni mutlaqlashtirishga ko'ngan, o'zimizga o'rtaq deb qaragan narsalarni ilohlashtirishga, ularga tasavvurimizdagi eng yuksak baholarni berishga ko'ngan edik. O'z harakatimizda undaq bir ifodada bo'lmagan bo'lsaqmi, ammo ifodalashda, munozirada eng qo'rqinchligi boshqalarni baholashda shundaq o'lchamlarni qo'llanishga odatlangan. Undaq odatlarga qarshi savol qo'yishlarni osiylik deb biladigan ijtimoiy tafakkur tartibini umumlashtirib olgan edik. Men Uyg'urligimdan faxrlandim. Uyg'urning orasida cho'ng bo'ldim. Uyg'urning yezisida yashab baqdim. Uyg'urning dehqonlarining nenini yedim. Balaliq aslimam Uyg'urga to'yingan bir muhitda qoldi. Keyin qo'shtilik ma'arif sababidan Uyg'urlar muhitidan ayrilib qoldim. Oliy maktabda Xitoylar bilan bir sinfda o'qidim. Xitoylar bilan bir yotoqda yotdim. Uyg'ur bo'lganligim uchun kamsitildim. Uyg'ur bo'lganligim uchun ularga o'zimning kimligini tunutib qo'yishga tirishdim. Bizning milliy tuyg'umizni Xitoyning xitoylashtirish siyosati uyg'otgan, kamsitishlar kuchlantirgan edi. "Hey qara, avtobusda Shinjonlik turdi, yonchug'ingga diqqat qil", deb pichirlashlarni ko'p anglaytdim ommaviy qatnashlarda. Shunga mingib borgidekla yer bo'lsa piyoda mingishga tirishatdim. Qo'rqib emas, chus mijozimdan menga shundoq olib qarag'anlarning hiniga berib, patting'idan tutib, "Ha, nim bo'lishding, nim deysa, yomon bo'lsang tusha", deb silkishlab, hatto ba'zida avtobusdan tushib qochqanlarning orqadan berib, achchig'imni chiqarib bo'lib qechib ketgaydim. Әмділа yigitligim urg'vatgan vaqtlarda uchirgan nahaq kamsitishlarga chidamaytdim. Qo'limdagi tartuqlar shu vaqtlardagi sho'xligimdan qolgan edi. Sho'xlik desam qandoq bo'ldi? Balkim
qini qiziq osmonga pichoq otadigan vaqtlarim desam to'g'ri bo'lishi mumkin. Shu Xitoylarningmi Uyg'urlarni alvostilashtirush tashviqotining zahiriga uchirgan ziyonkashlikka uchirg'uchi ekanligini u vaqtlarda his qilmaydim. Eshib turgan hormonlarim undaq tafakkurlarni qilishga yo'l qo'ymaydi. Sizlar Yevropaliklar o'zinglarning millat nomida davlat qurib, davlatchilik ideyasini romantiklashtirib, kuchlanib, davlatinglar va milliy tarkibinglar aniqlanib, madaniyatinglarni qo'g'daydigan, davom qildiradigan siyosiy va ijtimoiy gavdalarni mustahkam qilib bo'lib, bizning undaq ideyalarda bo'lishimizni millatchilik davosanglar qandoq bo'ladi? Vatan ufqum rastilla tasavvurdan kelgan. Kishilar to'pi uni e'tirof qilgan va ma'lum jo'g'rafiya doirasini o'zining kollektiv mulki tunib, fasillarni aniq qilgan. Shu fasillar ichida har qanday birining shular shakllantirgan madaniyat, til, muhitiga moslashishni, majburlashni haqliq tunaydigan bir sistemani yaratib bo'lib, bizning shundoq bir sistemani yaratish huquqimiz uchun kurash qilishimizni yo'lsizlashtirishga urinishinglar qiziq. Deb tulumdan to'qmoq chiqqandekla do'q qildim siyosat o'qigan do'stimga. Uning insoniylikning davlatchilikdan ustun turadiganligiga oid falsafasidan zerikkaydim. Finlandiyaning yezlarining eng chiroyli vaqtida Finlandiyadagi bir go'zal ko'l bo'yidagi yarim orolga turpanliklar yig'ildik. Yevropadagi 8 davlatdan kelgan 40 yaqin turpanliklar bir yerga kelib turpancha so'zlashib o'ltirib, vatanga bo'lgan sevg'inishimizni besishga tirishdik. Voy! Ma'u povashlarning o'tirib ketganini, hey, meyaga qarab baqsingizlar-a. Bir yerga qaptimiz. Ana qimay, manaq bir yerda o'ltirib parang so'qbaqina. Hey Saxo, bu Uyg'ur degan naqshi etpamisa bir yerga kelmaydi maqmo. A dottarlarini chapbaqsizlar-a. Piqrab usul o'ynaymiz deb hammasi kevab saranqi qo'ydi. Hey, avu bilashlar bir narsan deydi-g'o, ma ko'ldan biliq chiqamdi. Tutbaqsingizlar-a, pishirib yapaqmaymizmi? Ani, qursaqningli gapini qilgan. Voy attam, usul o'ynaymiz devassa. Hey, a yurtda tuqqanlarni tutuvassa, biz miyada usul o'ynaymizmi endi? Bilakchil baran qildigan saxo'kan bu. Endi yig'lab yurmizmi aynaq? Uyg'ur degan osmon o'rilgasmi, moynaq nag'richilib o'ltirdigan xalq biz. Dushmanlarni kulib, chibin qilib o'ltirib o'timiz. Ma tozning gaplarini Hey, so'qishmay baqsingizlar-a, aplik naqshdan birini chil qo'yib baqaymi? Anglab qo'yam sizlar. Chiling-a, ajab tumining rampesini chegim keldi. Hey, turpanliqni nima siz? 90lıqdaklar gap qildikansiz-g'o, men sizni 90lıqmikin debdima. Quyuq turpan talaffuzi odamni vatanga qaytgandek tuyg'uga keltirgaydi. Vatan hammamizga o'zimizning tug'ilgan yer orqali tonilgan. Vatan muhabbatini o'zimiz tug'ilgan yerga bo'lgan muhabbatdan o'rgangan edik. Ammo vatan degan zodi nima? Shunda xiyollar meni qiynamoqda. Yuragimga cho'nqur o'rin olgan bu so'zga ta'bir berishga qiynalmoqda edim. Shunda qilib bu qitimliq kitob o'qishimiz mush yergacha bo'ldi. Davomini kelar qitim o'qiymiz. Xayr xo'sh, Allohga omonat.